Priyom deymiz. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar, xayrli kun. Biz bugun artist loyihasiga Zultvidagi hozirgi kunda eng aktiv ketayotgan artist loyihasiga keldik. Bu yerda xudo xolasa yosh chiqayotgan yangi ijodkorlarimiz ijodlaridan bahramand bo'lamiz va bugun biz ustozlarni saflarida qatorlarda turganimizdan benihoyat xursandmiz. Hozir meni oldimda ajoyib ham sozanda, ham xonanda, qancha ijodkorlarni voyaga yetishida, kashf bo'lishiga o'z ijodlarini munosib hissa qo'shgan Farhod aka Saidov. Farhod akam. Sizlarni ijodinglarni ko'rib xursand bo'lamiz. Omad tilaymiz hammaga. Artist loyihasiga shuncha mehnat qilgan yoshlarga ham omad tilaymiz. Omad hammalarga. Bu yerda navara shogirdlar bor. Men haqimda gapiryapsizlar. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist o'sha tilla zardo'zi do'ppilarni egasi bo'lgan Dilnozaxon ismli meni bilan duosini olib mana shu darajaga kelib yuribmiz. Hozir yana duo qilamiz, qarang lekin. bugungi ishtirokchilarga omad tilaymiz. Hammalariga omadli bo'lsin.